hammaga. Bugun biz sizlar bilan Gemini'ni Pro versiyasini birga olishni ko'ramiz. Birinchi qiladigan ishimiz Panda VPNga kirib olamiz. Va mana bu bo'limidan ezilib ketib qoldi. Free bo'limidan Los Angeles bor shu yerda. Xuddi o'sha joyni bosamiz. Hop, bizlar Los Angeles serveriga o'tdi. Qilinadigan ikkinchi ishimiz Gmailga kirib olamiz. Sizlarda mana bu joyda bo'lishi mumkin. Tekshirasizlar yaxshilab. Kirib olganingizdan keyin email qo'shish qilamiz. Yangi email qo'shishimiz kerak. Faqatgina eslab qoling, saytdan, veb saytdan emas, faqatgina Gmail ilovasidan qo'shiladi. Bo'lmasam emailda ko'pgina ochmoqchi bo'lsangiz, muammo bo'lishi mumkin. Telefon raqamini tasdiqlash so'raydi. Xo'p, hisob yaratishni bosamiz. Bu yo'llarni biladiganlar o'tkazib olishlari mumkin. Bu bilmaydiganlar uchun kerakli narsa. Любойсini yozishlari mumkin. Imkon bo'lsa inglizcha bo'lsin. Bu yerga siz misol uchun 2001. Chunki 18 yoshdan katta bo'lish kerak. Davom etishni bosamiz. Neo G759 tanlaymiz. Keyingisi bir yo'la email ochishni o'rganib ketasizlar. Xo'p, parol o'zlaringiz istaganlarini qo'yishlaring mumkin. Bu yerda men hozir pauza qilib turaman. Parolni qo'yib, tasdiqlashni ezgandan keyin sizlarga shu oynani ochib beradi. Buni screenshot qilib olishlaringni maslahat beraman. Va davom etishni bosamiz. Pastroqga tushamiz. Rozimonni bosamiz. Aslida kompyuterda ko'pchilik qilyapti hozir, lekin telefonda ham oson yo'li bor. Kompyuterdan ham tezroq va arzonroqqa bitadi. Aslida bu tekin, pulli joyi bo'lishi mumkin. Uni video oxirida ko'rsatayim, tushunib olasizlar qayerdaligini. Hop, Gmailni ochib olamiz. Mana bo'ldi. Bizda ochilgan tekshirish uchun mana bu yerdan qarashimiz mumkin. Neo G759. Keyingi bosqich. Hop, bu yerdan chiqamiz. Va in browserga kiramiz. Bu yerdan qidiruvga Gemini student deb yozamiz. Va xuddi shu joyga kiramiz. Birinchichida chiqib beradi. Sekinroq ishlashi mumkin. Nega desalaring, biz serverni boshqa qilganimiz va VPNni yoqib qo'yganimiz uchun shunaqa sekin ishlashi mumkin. Get offerga bosamiz. Endi bizdan emailni so'raydi va xuddi shu joyga biz hozirgi yaratgan emailimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Neo G759. Kiritib, keyingisini bosamiz. Shu yerda vahima qilmaymiz. Mana bu kodni biz yozishimiz kerak bo'ladi. Xod narsalar yozilgan. Hop, pauza qilib turaman video cho'zilmasligi uchun. To'g'ri kiritildi. Endi bizni emailimizni parolini so'raydi. Bu yerga kiritaman emailni parolini. Kiritib bo'ldim. Endi keyingisini bosaman. Tepada o'zi xush kelibsiz degan yozuv chiqyapti o'zi. Demak, hamma yoq to'g'ri bajarilyapti degani bu. Endi xuddi shu joyda qo'rqib ketishlari mumkin. Yo'q. Tashvishga hojat yo'q. Biz bekor qilish tugmasini bosamiz. Va uyni manzilini kirityapti. Buni ham tashlab ketamiz. Mana bizga asosiy joy chiqdi. Mana 1 yil davomida bepul deyapti. Qisqasi, shuni ezib turamiz. Shunda chiqadi. Copy to clipboard. Eslab qolinglar, xuddi shu joyni. Bo'ldi, successful dedi, o'rtada chiqdi yozuv. Endi biz Telegramga kiramiz. Telegramdan xuddi shu mana bu bot bor. Bu botni silkasini hammasini mana Bot manzilini video ostida qoldirdim.
hammasini o'qib chiqishlari mumkin. Kirdik va hozirgi kopiya qilgan narsamizni shu yerga tashlaymiz. Hozir bizda chiqadi. Tezda bo'ladi. Bu 1 minutga ham bormaydi aslida. Va successful dedi. Va biz endi keyingi joyga yetdik. Mana xuddi shu joyda ozgina kutamiz, chunki VPN yoniqligi uchun har xil muammolar bo'lishi mumkin. Tasdiqlashni bosamiz. Shunchaki tasdiqlashni boshlasiz bo'ldi. Mana Get AI Pro ga kiramiz endi. Hammasi juda ham oson bitdi. Xuddi shu joyga yana takroran qo'yarsa, talabalar taklifdan foydalanishda bosamiz yana. Qaytarib olish mumkin xuddi shu joyga, lekin bundan qo'rqib ketmaymiz. O'sha bizim mana shu email akkauntimiz bo'ldi. Umumiy talaba deb tushunib oldi o'zi. Gmail, Google bizni. Misol uchun yana bo'lmasligi mumkin. Lekin ozgina kutamiz, chunki internet sekin ishlashi mumkin. Mana karta qo'shish hamma yoq o'zbekcha bo'ladi. Agar telefoningizni interfeysi o'zbekcha bo'lsa, shunga moslashib oladi bu brauzer. Karta ma'lumotlari eng asosiy joyga yetib keldik. Agar shuncha ishni qilsak-yu shartini to'g'rilolmasak, muammo bo'lishi mumkin. Minusga ketadi hamma yo'g'imiz. Viza karta kiritamiz bu yerga. Mana hamma yo'qni tekshirib oldikda, viza kartani kiritamiz. Men videoni pauza qilib turaman. Hamma yo'qni to'g'ri kiritaman. Himoya kodi, bu CVV degani himoya kodi. Xo'p, va kartani tasdiqlashni bosganimdan keyin videoni yoqaman. Keyingisini bosganimdan keyin bo'ldi. Hammasi hal bo'ldi. Pochta indeksi degan joyga siz kanalimni yozib qo'yaman. Nima yozishingizni 9002 degan sonni yozsangiz bo'ldi. O'sha Los Anjelesniki. Mana bitta aytyapti. Hamma yo'q zo'r deyapti. Obunani bossangiz bo'ldi. SMS ham keldi. Sizdan hech qanaqa pul yechib olmaydi, lekin viza kartangizni aniq haqiqiyligini tekshiradi. Mana obuna qilingan. Tayyor bo'ldi. Ikkisini bosib chiqib ketsam, tarifdasiz bo'ldi. Hamma yo'q hal. Video cho'zilib ketmasligi uchun sinab ko'rmayman. 8 minutlik video bo'ldi o'sha. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.